Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajru savoblarga ega bo'lasiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin va salatu vassalamu ala ashrafil mursalin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Muhtaram azizlar, Alloh subhanahu va taoloning fazli karami ila siz azizlar bilan yana didorlashish baxtiga musharraf bo'lib turibmiz. Alloh taolo suhbatlarimizni hammamizga manfaatli aylasin. Musulmon borki, o'ziga nimani ravo ko'rsa, shuni boshqa musulmon birodariga ham ravo ko'radi. Chunki payg'ambarimiz alayhisalom komil iymonlik musulmon shunday kishiki, u o'ziga nimani ravo ko'rsa, boshqa birodariga ham shuni ilinadi deb o'rgatdilar. Shuning uchun o'zimiz yaxshi ko'rgan, bizda mana shu ne'matni bo'lishligini ko'p xohlagan bir mukofot borki, mana shuni sizlarda ham bo'lishini xohlaymiz. Bu jannat azizlar. Dunyoda jannatga tushishlikni orzu qilmaydigan biror inson yo'q. Endi albatta biz bugun jannat haqida gapirar ekanmiz, biz bu dunyoda turibmiz. Hali ko'zimiz bilan ko'rmagan, faqatgina payg'ambarimiz alayhissalatu vasallam tomonidan bizga yetkazilgan g'oyib ilm bo'lgan jannatga iymon keltirib, unga oshiq bo'lib intilyapmiz. Lekin dunyo azizlar, bu o'sha jannat tomon bizni olib borishlikka tayyorgarlik ko'radigan amaliyot maydoni. Mana shu dunyoda eson-omon imtihonlardan, sinovlardan o'tib olsak, Alloh nasib qilsa, siz bilan biz jannatda yuz ko'rishamiz. Dunyo imtihon azizlar. Insonda turli tuman imtihonlar qilishligini ko'p joyda Alloh aytgan. Hammasi imtihon. Bu dunyo mashaqqat ustiga qurilgan. Hayron bo'lmang azizlar. Axir boy, badavlat, baxtli, saodatli yashayotganlar bor-ku, qani ularning mashaqqat? Boy bo'lishlik ham bir sinov, kambag'al bo'lishlik ham bir sinov, sog'lom bo'lishlik ham sinov, bemor bo'lishlik ham sinov. Shu o'rinda bir savol tug'iladi. Banda bu sinovlar va mashaqqatlardan qachon tin oladi o'zi? Qachon rohatga erishadi? To'g'ri, bu dunyoda ham rohat bor, lekin u o'tkinchi va noqisdir. Hech kim dunyo rohatida oxirigacha turmaydi. Unda haqiqiy va abadiy rohat qachon bo'ladi? Mo'min banda qachonki qadamini jannatga qo'yganda haqiqiy rohat, abadiy saodatga erishadi azizlar. Xo'sh, jannat o'zi qanday joy? Unda nimalar bor? Bu kabi savollar hamma uchun qiziq. Jannat g'oyib masalasi bo'lgani uchun u haqida dalilsiz taxmin bilan gapirish mumkin emas. Yuqoridagi savolga suyukli payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'zlari javob bergan ekanlar. U zotdan ham jannat haqida so'ralganda, Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis Imom Buxoriyda keladi. Aytadilar, Rasulimiz alayhi salatu va sallam shunday dedilar: "Qolalloh, Alloh shunday dedi: A'tadtu li ibadis solihin ma la aynun ra'at va la udhunun sami'at va la khatara ala qalbi bashar." Ya'ni solih bandalarimga ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan, biror insonni xayoliga kelmagan narsalarni tayyorlab qo'yganman dedi. Imom Buxoriy rivoyat. Ha azizlar, Alloh bizga jannatda shunday narsalarni tayyorlab qo'yibdiki, ko'zimiz ko'rmagan, quloqimiz eshitmagan, biror insonni xayoliga kelmagan ne'matlar bor. Mana shunga intilyapmiz. Alloh taolo bandalarini jannatga qiziqtirish uchun Ar-Rahman, Voqea surasi, G'oshiya, Inson va yana bir qancha suralarda jannat sifatlarini bayon qilib bergan. Shuningdek, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ham o'zlarini juda ko'p hadislarda jannatni vasf qilganlar. Vasf qilganda ham ko'zlari bilan ko'rib sifatlaganlar. Jannat bu katta mavzu azizlar. Hatto u haqida ulamolar alohida kitoblar, risolalar yozganlar. Shuning uchun uni ehtimol biz bir suhbatda bayon qilishligini imkonini topolmaymiz. Avval ham bir oz jannat haqida gapirgan suhbatlarimiz bor, ammo to'la bayon qilishlik uchun 1-2 suhbatlar kifoya qilmaydi. Biz bugun siz bilan jannat sizga muborak degan mavzuda suhbat qilar ekanmiz. Bir oz mana shu jannatni o'zi haqida ma'lumot olishlikka harakat qilamiz. Siz azizlarga aytmoqchi bo'lgan jannat vasfi u qisqacha tanishish deb qabul qilasiz. Qur'on oyatlari va sahih hadislarda kelgan jannat vasflarini sizlarga ilindik.
bu dunyo tugab qiyomat qoyim bo'lganidan keyin barcha insonlar so'roq savol hisob kitoblardan o'tib bo'lganlardan keyin mu'minlar farishtalar qurshovida jannat sari ketib bormoqdalar. Har bir ummatning oldida o'z payg'ambar uzoqdan juda ham xushbo'y, o'ta yoqimli muattar hid taralmoqda. U jannatning hidi. Uning xushbo'y ifori 40 yillik masofadan, ba'zi rivoyatlarda 100 yillik masofadan, ba'zilarda esa 500 yillik yoki 1000 yillik masofalardan kelib turadi deyiladi. Tasavvur qiling, jannatga yetib borishga 1000 yil hali yo'l bor, lekin jannatning hidi kelib turadi, muattar hidi. Bu masofalarning har xilligi insonlarning amallariga ko'ra bo'lar ekan. Shunday insonlar bor ekanki, ular hatto 1000 yillik yo'ldan jannat hidini hidlar ekan. Shunday insonlar bor ekanki, ular 100 yillik, 50, 40 yillik masofadan hidini bilar ekan. Amallarga qarab hidlar bilinar ekan. Mana shu muattar hidlar ila jannat tomon borar ekan. Uzoq yo'l yurilgandan so'ng butun haloyiq jannat eshigi oldida to'planadi. Lekin oldinga borishga hech kim jur'at qila olmaydi. Hech kim. Shunda yig'ilganlar orasidan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam chiqarkanlar-da eshik tomon yurib borar ekanlar va uni halqasini taqillatadilar. Ichkaridan Rizvon, ya'ni jannat qo'riqchisi, "Man huwa? Kim u?" degan ovoz eshitilar ekan. Shunda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam, "Men Muhammadman" deyarkanlar. Rizvon, "Sizdan oldin birorta kishiga eshikni ochmaslikka buyurilgan edim" deyarkan. Eshik ochilib, hamma ichkariga kira boshlaydi. Jannatning 8 ta eshigi bor azizlar. Hatto ba'zi rivoyatlarda 13 ta ham deyilgan. Har bir eshikning o'z nomi bor. Kimki ahli namoz bo'lsa, Bobus salot degan eshigidan, ya'ni namoz eshigidan. Roza ahli esa Bobur rayyon, rozadorlar uchun ajratilgan eshikdan kiradi. Bu dunyoda ko'p sadaqa qilganlar esa Bobus sadaqa eshigidan kirar ekanlar. Ammo bilasizmi azizlar, mana shu hamma eshikdan u zotning ismi tilga olinadi. U Bobus salot bo'lsin, Bobur rayyon bo'lsin, Bobus sadaqa bo'lsin, bu buyuk sahoba Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bo'lar ekanlar. Alloh bizni ham nomimizni chaqirishni nasib qilsin.